Tungi enurex kasalligi, ya'ni bolalarda tunda uyquda siyib qo'yish holati. Bu kasallikni davolash turlari juda ham ko'p. Dori-darmonlar, qanaqadir tochli massajlar, igla terapiyalar, kimlardir aynan enurex kasalligida gijjani ahamiyati kuchli deb o'sha gijja tushirishlar va hokazo va hokazo. Bunaqa davolash usullari juda ham ko'p. Bu davolash usullarini ta'siri ham, samaradorligi ham har xil. Qaysidirlari umuman ta'sir qilmasligi mumkin. Masalan uchun shu paytgacha aynan tungi enurex kasalligining ildiziga, sababiga ta'sir qiladigan dori-darmonlarning o'zi to'liq isbotlangan dori-darmonlarning o'zi yo'q. Chunki bular hammasi vaqtinchalik, qanaqadir tomchilar yoki tabletkalar, o'shalarni qabul qilgan payti xuddi bir bolada, o'sha bemorda siyish to'xtagandek kuzatiladi, lekin o'shani to'xtatgandan keyin ertasi kundan siyishni boshlaydi. Biz hozirgi paytda tungi enurex kasalligini eng zamonaviy usullardan biri bo'lgan TMS apparati orqali davolaymiz. Bu apparat qanaqa? Bizda ikki xil variantda bo'ladi, ya'ni bosh miyadan stimulyatsiya hamda kreslo variantda kichik chanoq a'zolari hamda kichik chanoq a'zolari nervlarini aktivlashtirish hisobidan stimulyatsiya ketadi. Ya'ni biz o'sha ikkita apparatni kombinatsiya qilgan holatda lecheniya olib boramiz. Natijalar juda ham yaxshi. Mana bemor keladi, o'sha deylik bola keladi. Bolani o'g'il bolami, qiz bolami, uni yoshiga, uni siyib qo'yish holatiga, misol uchun u har kuni siyib qo'yadimi yoki 2 kunda, 3 kunda bir siyib qo'yadimi yoki bir oyda 4-5 marta siyadimi yoki bir kunda 5 marta siyib qo'yadimi, kunduzi siyib qo'yadimi? Aynan shu narsalarini biz to'liq o'rgangan holatda har bitta bola uchun individualniy dozani tanlaymiz. Ya'ni apparatdagi o'sha dozalari, chastotalarini tanlaymiz. O'shandan kelib chiqqan holatda lecheniya olib boriladi. Chunki bitta bolaga to'g'ri kelgan doza ikkinchi bolaga bu to'g'ri keladi degani emas. Kuniga misol uchun bizga o'sha 30 ta 40 ta bemor bu masala bo'yicha qatnaydigan bo'lsa, 30 xil 40 xil doza. Chunki 30 40 xil yosh, jins har xil, shikoyatlar har xil, kasallikni kechishi har xil. O'shaning uchun bu holatda albatta bola bilan individual ishlash shart. Ha, to'g'ri, biz ham qanaqadir dori vositalarini ishlatishimiz mumkin, lekin bular juda ham ko'p emas. Agar bolada o'sha uyqu tomonidan, uyqusining qattiqligi, sergakligida o'zgarish yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, ayrim bitta ikkita dorilarni ishlatishimiz mumkin. Bizda aynan TMS apparati orqali davolash 4 kursda ketadi. Ya'ni bir kurs 10 kun, 10 kun lecheniya olinadi, 20 kundan 1 oygacha dam, yana 10 kun qilib 4 ta etapda kechadi. Natijalarimiz juda ham yaxshi. Hozirgi paytda aynan tungi enurex kasalligi bo'yicha 2000 ga yaqin bolalarni davoladik. Bu yerda nafaqat bolalar, yosh kattalar ham bor. Hattoki eng yosh kattalar o'sha 44-46 yoshlik bemorlarimiz ham bor. 5 yoshdan boshlab 46 yoshgacha bo'lgan bemorlarni davolaganmiz. Ko'p uchraydigan savollardan biri bu, sizlarda faqat bolalarni davolaysizlarmi, yosh kattalarni davolaysizlarmi, yo'qmi degan savollar. Bu yerda yoshning ahamiyati yo'q. 6 yosh bo'ladimi, 10 yosh bo'ladimi, 30 yosh bo'ladimi, buni farqi yo'q. Tungi enurex kasalligi tashxis qo'yilgan bo'lsa, bu narsa tasdiqlangan bo'lsa, biz albatta davolashni boshlaymiz. Mana hozir eng yosh kattalardan biri 44 yoshli bemorni yaqinda davoladik. Xotin bola chaqali, 3 ta farzandi bor, boshqa. Shu paytgacha 44 yildan beri siyib kelgan. Effekt yaxshi. 4 kurs lecheniya oldi. Hozir bemorda siyish holati to'xtagan. Shuni unutmangki, tungi enurex kasalligi bu bedavo kasallik emas. O'z vaqtida qancha erta davolashni boshlaydigan bo'lsak, to'g'ri joyda, to'g'ri specialistga olib keladigan bo'lsak, bu kasallikdan shuncha erta qutulib ketishingiz oson bo'ladi.